Assalomu alaykum barchaga. Offroadni yangi avlodi Haval 89 juda ham baquvvat mashina. To'g'risi mashinalarim bor, boshqa mashinalarim ham, lekin bu mashinani boshqacha yaxshi ko'raman. Chunki kecha ham tog'li joylarga borib keldik. Uyaltirib qo'ymadi. Даже katta mashinalar chiqa olmagan joydan bemalol chiqib ketdi. Mashina chang bo'lib yotibdi. Hozir sizlar bilan birga mashinani borib moyka qilamiz. O'z YouTube sahifamga live content qilyapmiz. Nima deydi? Obuna bo'linglar. Sizlarga yoqsa shunaqa kontentni ko'p qilib turamiz. Hozir borib mashinamni moyka qilamiz sizlar bilan birgalikda. Uyimizda oldida faqat sam moyka bor, o'shaning uchun o'zim moyka qilaman mashinani. Keyin qolgan ma'lumotlarni Haval to'g'risida mashinaning ichiga sizlarga aytib beraman. Ketdik. Buni bir moyka qilmasak bo'lmaydi. Kamera uchun emas, har doim rementi taqib yuraman, chunki o'zimning xavfsizligim o'zimga kerak. Haval haqida gapiradigan bo'lsak, juda ham yaxshi mashina ekan. Men 1 yil davomida Haval haydab yuribman, 1 yil emas, 6 oy, 7 oy bo'lib qoldi. Tog'li joylarga borsam, qanaqadir uzoq yo'llarga borsam, to'g'risi meni charchatmaydi. Baland mashina juda yaxshi harakat qiladi. Hech qayerda qolib ketmaysiz, chunki benzin tanlamas. 92 benzin ham qo'yib ketaveraman, 95 ham qo'yaman. Unaqa benzin tanlamaydi, hech qachon benzin uchun nima qilmagan. Lekin 2 litrli turbo motor. 210 midi, 200 necha ot kuchi aniq eslay olmayman. Tortishlari ham yaxshi, o'zi gavdasiga yarasha. Chunki bilasizlar, juda katta mashina, og'ir mashina. 5 o'rindiqlik va 7 o'rindiqlik. Orqada ham, bagajda ham yosh bolalar uchun joy bor. Oilaviy to'g'risi zo'r mashina. To'g'risi men elektromobil haydab ko'rdim. Elektromobilda qanaqadir o'zimni komfort his qila olmaganim uchun yana benzin mashina haydaganimda benzin mashina yoqdi menga. Chunki baribir benzinli mashina bizning sharoitimizga yaxshi ekan. Elektromobilda qaysidir qayerdadir bor, qayerdadir yo'q. Balkim gibrid variantlari, lekin H7 avtomashinasi chiqdi hozir yangi. Unda gibrid varianti bor. Uni lekin sal gavdasi Haval 89 ga qaraganda kichikroq. O'shaning uchun endi baribir meni bo'yim uzun, oyoqlarim uzun. Bemalol o'tirishim uchun Haval 89 menga qulayroq. Benzin ham unaqa ko'p yemaydi. To'g'risi, unaqa hisoblamayman, lekin unaqa ko'p benzin yemaydi. Gentradan sal ko'proq yesa kerak benzinni. Mana shu yerda samomoyka bor. Samoykaga kiramiz endi. Raislardan iltimos qilamizmi? Assalomu alaykum. Xo'jayin, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tez yuvib olsak bo'lmaydimi? Bo'shmasmisiz? Odammi? Eshitilmayapti. Odam bormi, bo'sh odam? Bo'sh. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Charchamay sog'lig'idasiz? Bu kim bormi? O'zim mana bu yo'llar bo'sh ekan. Mana bo'sh-ku. O'zimiz yuvamiz endi, o'zimiz mashinani. Bo'sh moychik bo'lmasa o'zim yuvaman, nima? Bismillah. Avval bondi yuvaylik, endi shuncha joyda uyaltirmasdan keldi. Jizzaxlarga borib keldik, Forishlarga borib keldik. To'qin akalar bilan. Bismillah. Alaykum assalom. Baribir odam o'zini mashinasini addi shu yuvadi-da. Mendan boshqa odam yuvolmaydi-da tepasini. Balandku bu. Ozgina tursa, kirlari tushib, ancha zo'r bo'ladi. Qayerdan Surxondaryoni? Qumqo'rg'onmi? Gap yo'q. Zo'rmi ishlar? Ha, bo'ladi. Yaxshimi? Omad sizga. Rahmat. Har doim bu yangingizni ko'rib boraman men. Endi suvni solaylik bir. Yo, o'zim bosaman. Suvni bosib o'raylik. Dak. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Balon qoraytiradigan aka bormi? Latte ham bering bitta. Delfin latte ham. Qaysi biri zo'r? Ha, bo'ldi. Ha, bitta sepiladi, ha? Mana shu yaxshi, ha? Stop qo'yaylik.
Yoshlikda balon nima bilan qoraytirardinglar? Yoshlikda balonni kirzon bilan qoraytirardik. Qanaqa narsalar chiqib ketgan. Mana mashinani ham moyka qilib oldik. Bir ukamiz ham yordam berdi. Chiroyli moyka qilishga baribir o'zimda unaqa moyka qilishga opsiya yo'qligi uchun. Shunaqa kontentlar sizlarga yoqadimi? Agar shunaqa kontentda yo'qsa, like bosinglar, poddeska qilinglar. Shunaqa kontentni qo'yib turamiz. Nima deydi? Baribir raznoобразный bo'lish kerak. O'shani o'zimni bugun mashinamni obzor qilish harakat qilib ko'rdim. Sizlarga yoqqan bo'lsa, xursandman. Bu Haval zo'r mashina ekan. Xitoyning mashinasi u bu hamma gapiradi, lekin mana shu mashinani haydab ko'ringlar, aytasizlar, yo'l tanlamas. Ana shu Jeepda qanaqa kichkina mashinada qanaqa o'tirsalaring, bu mashinada ham shunaqa o'zlaringni komfortda his qilasizlar, shunaqa gavdasi bo'lgani bilan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.